Alo. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Tilxo'rsan? Nima? Yaxshi, rahmat. O'zi bomdodga yo'qotib qo'ydim avayni. Telefonim daryoda edi. Biz bir-birimizni oxiratimizni o'ylamasak kim o'ylaydi avayni aytgan. To'g'ri. Kim o'ylaydi? Bormi, man? Hech kim o'ylamayapti. Gap ustida gap yo'g'ida gapirib o'tib ketishadi. Lekin unaqa addushi kamda unaqa. O'sha biz bir-birimizni o'ylab, bir-birimizni tortib, do'stday shu tortadigan do'zaxga ham, jannatga ham. Mahli turadi og'aynim. Yo'qotib qo'ydi deb xolos. Rahmat, ayni. O'zing tinchmayaptimi? Yaxshi, rahmat. Ke, Nima uxlamayapsanmi? uxlataman meni. Yo'q, Erkak kishini haqqi yo'q uxlashga. bo'ldi. Кто спит, тот летит, To'g'risi uxlaganlar uxlayapti. Oxiri qabrda uxlaymiz, rosa qiyomatgacha bemalol yotamiz. Balki oyoqda kuch bor, balki imkon bor. Kuch bor. Harakat qilish kerak. İbonatlar bor. Balki bittasi dur topibdi-da. Asha qimmatbaho dur ekan, unga olib borsa 12 voydot, yo'qdi during. Men ololmayman. Rosa qimmat bu toshing dermish. Ani palonchi boyga olib bordibdi. Ani boyga olib borsa, boy voydot buni nima ololmayman. Rosa qimmatbaho buni. Nima qilib kim oladi buni? Shohga olib bordibdi. Shohga olib borsa, shoh ko'rib, voy menga yo'qdi debdi. Yo'qdi, olaman debdi. Bebaho buning debdi. Davay saltanatimga kelib, xohlagan eshiging ochiq. Mani xonamga kirasanmi, g'aznaga kirasanmi, 6 soat vaqt qo'lingga tekkan narsani, olib ketadigan narsani qo'lingdan kelgancha harakatingni qilganda olib ketgin debdi. Bo'ldi debdi. Yarim qop tilla olaman. Cho'tki bo'ladi debdi. Undan oldin debdi. Chiqsa staloyisi bor ekan, kirib 6 soat vaqt. Men tillani olaman, ketishimga 5 minut vaqt tayyor qoplangan debdi. 6 soat masa qovali debdi, saltanatida debdi. Kirib biqin qildi, ovqat yebdi. Keyin u do'konga kirib aylanibdi, bu do'konga kirib saltanatiga kirib qolganda VIP hamma yo aylanibdi-da. Bir payt shoh xonasiga kirib qoldi. Xonasiga kirsa hamma yo oq chiroyli karavatlari. Debdi shoh xonasida birpas yotib, birpas dam olishga debdi, bir shohxona debdi. Hali 5,5 soat vaqt bor debdi. Birpas yotib mizg'ib qolibdi-da. Bir payt naqa qo'rg'ib o'tganmish, aka. Chiqib ketadigan vaqtingiz keldi deyapti. Men hali hech narsa olganim-ku, yo'q, hech narsa qilganim yo'q. Desa bo'ldi, siz bilan dogovor bo'lgan edi. 6 soat vaqt. Xohlaganingni olgin deb. Ololmadingmi? Bo'ldi, tugadi. Davay chiqib ket bu yerdan deb chiqazib yuborishibdi. Bu degani bu hayot ham shu. 6 soat vaqtimiz bor. Oladiganimizni olishimiz kerak, do'stim. Ertaga haydashadi. 6 soat vaqtimiz bor. Uxlab, umr o'tib ketmasin. Nimalardir o'tirib olib, hatto telefon titkilab, logistika sentr ochaman. Men shunaqa har xil mashinalar reklama qilaman, u qilaman, bu qilaman deb har xil mashinalarni qo'yaversan. Pul bermasa ham qo'yaver. Sen o'shani maqsad qo'ygan. Mana zil bor, qarochi. Xohlasanglar sotiladi, xohlasanglar xizmatinglarga. Mana nomerlari, sizlarga ham kamaz zillaringlar reklama qilib berish kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Mana yo'nalish qo'ysang, ertaga bir narsaga erishasan. Просто videoni qo'yib, bu qilib bundan hech narsaga erishmaysan. Maqsad bo'lish kerak. Har bitta chiqishingdan maqsad bo'lish kerak. Har bitta qo'ygan videoingda maqsad bo'lish kerak. Kelajakni o'ylab ish qilish kerak.
Bo'lmasa kapiki bu harakat değil. Hech narsa. Shunaqa bir kun topasan, 10 kun topmaysan, qiynalasan, mana shunaqa yuraverasan. Maqsad qo'yib, mashina olib, men ishimni yo'lga qo'yib, odamlarni mashinalarini, texnikalarini reklama qilib, deb harakatingni qil. O'xshaydi, xudo xohlasa. Ketish kerak-da, lattani hidi kelish kerak emas. Lattani hidi kelyapsan, qayoqda bo'lib turib harakatini qilyaptirar, yonimda o'tir harakatdan foydalanib qolsang, cho'g'ayni bir narsani qilib o'xshatyapti. Men nima o'xshata olmayman. O'rganaman kerak bo'lsa deb maraz niyatda emas, o'rganaman. Bu yo'nalish qilayotgan bo'lsa, men bu yo'nalishni qilaman. Odamlarga qanday uy-joylar kerak bo'lsa, topoldi. Men mashinalar, texnikalar kerak odamlarga. Har xil mashinalar kerak. Oladi, sotadi, ishlatadi. Arendaga beradi, mashinani yo'lga qo'yadi, bundoq harakatingni qilgan og'ayni. Bo'ladi. O'tirgan joyingni erta yo video qilib tashlab qo'yib beraman deb mana shunaqa ishlaysan. Bo'ladi, shunaqa qilaman. To'g'risi do'stim. Bo'ladi, rahmat. Bo'lmasa bo'lmaydi, bunaqa qiynalasan-da, endi boshlanyapti-da og'ayni. Topmayotgan bo'lsang, ertaga birovdan qarz so'rasang, qarz ham bermaydi biri. Topayotgan bo'lsang berar ekan. Pul kelib tursa, beradi-ku bu deb. Topmayotgan bo'lsang, bermas ekan ham qarz. Kelmayapti, qayerdan beradi bu deydi. To'g'risida qayerdan beradi? Ertaga yalinib yuramanmi, ming martalab deydi. O'sha odamlar har xil variantdan o'tib bo'ldi-da, o'sha. Birovga qarz berib baloga qoldi, birovga qarz berib uxladi, birovga qarz berib mana shunaqa yana bo'ladimi deydi. Ani ishlayotganga berdim, oldim. Ishlamayotganga berdim, 10 yildan beri hali ham bermayapti. Nima qilay deydi. Men bermayman deydi. Topib tursan, og'ayni xizmatlar bo'lsa aytgan deb turishadi. Topmagin, birov seni kuningni ham o'ylamaydi, og'ayni. Bu yolg'on gap emas. Mashinaga qarab harakatingni qil. Hali aytadi, "Aka, topib turibsiz. Yaqinlaringiz hozir sizni ko'tarib turibdi. Ertaga topmay qolsangiz, bu yaqinlaringiz sizni ko'taradi, bo'lsa o'shanga balluchi topib turishim kerak va ularni o'ylamayman ham deyapti. Men topishga harakat qilaman. Men bilaman shunaqa bo'lishini. Yanga meni tirishimni kutmalaring, men tinmaslikka har doim harakat qilaman deydi. Yonib yashagin, lattani qilib yashamagin. Yer, farzand, ota degan nomimiz bor. Senga qarab yashab o'taylik. Qisqa va lo'nda. Bomdodni o'qidingmi? Bomdod sani o'qidimi? Bomdod sani o'qidimi? Qo'ygan. Biz bomdodga kerak emasmiz. Bomdod bizga kerakdir. Nimaiki bomdodda baraka ko'p. Alloh bekorga bomdodda o'qisin demagan. O'qiylik do'stim. Namozni kim tashab qo'yadi, Alloh uni tashab qo'yadi. Do'stim. Tushunasizmi qanaqa? Tushundim. Oldinga yurmoqchimisan? Oldi skorostiga urgin do'stim. Orqa zadniga urib turib oldiga yurishga harakat qilma. U shunaqa, u korobka shunaqa yasab qo'ygan uni ustalar. Zadniga ursa orqaga yuradi, birga yursa oldiga yuradi. Tezlashmoqchi bo'lsa 2 ga urasan, 3 ga urasan, 4 ga urasan, 5 ga urasan. Zamonaviylari bor, har xil pavishinli, panijinli do'stim, avtomatlari bor. Avtomat ham shu zadni qilsa orqaga yuradi, oldiga qilsa oldiga yuradi do'stim. Hayot ham shunaqa-da. Zadniga urib qo'y, oldiga yuraman deb harakat qilmagin. O'xshamaydi desam, ha, do'stim, yana zadnida turibsiz. Birga yur. Oldiga yur. Hayır, sho'pirchalik tushuntirmasan tushunmayapsan deb umr o'tadi. Harakatda bo'laylik do'stim. To'g'risida bir narsalar qoyil qiladi. Yo'nalishing to'g'rila, yo'nalish. O'tga ketayotganda faqat bo'tga bir narsalar qo'shishing kerak-da. Odamlar o'zi zerkadi-da do'stim. Zerkadi. Aytasan, qani kelaversam zerkib qolasan deysan, xuddi shunaqa narsa-da. Odamni bitirardan ko'rsa zerkib qoladi. Yengilliklar bir narsani qo'yishing kerak-da. To'g'ri.
O'shani bomba, har xil kommentariyalar bo'lib ketadigan narsani qo'yib tashlashing kerak. Qamab qo'yadigan demayapman. Kommentariyalar ko'paydi, bir narsa xalqqa foydali, gapirish maneringni to'g'rila. Qanaqadir videolarni ko'rganda yoqyapti, xalqqa yoqyapti uni muomalasi, gapirish toni, ovozi, balansi, basi, monosi, stereosi, o'shanga o'xshat o'zingni ham. Qo'pol yoqmayaptimi xalqqa, yumshoqroq, har xil gapirsa bo'ladi. Xalqim, yaqinlarim, vatandoshlarim, sizlarga avtoliftlar kerakmi? Yo sizlarga boshqa texnikalar kerakmi? Deb mana shunaqa yumshoq gapirsangiz ham bo'ladi. Kimga nima kerak? Avtolift bor, Kamaz bor, Maz bor. Mana qilsa bo'ladi. Bu tonda odam mayli hayotda unaqasi. Lekin ekranga chiqayotganingda qanaqadir cho'tka qilib chiqsang, mijozing ko'payadi, do'stim. To'g'risi, seni o'ylab gapiryapman. Men o'zim o'ylab bir narsa qilib bermanga demayapman. Bilganimcha gapiryapman. Ertaga mana shu og'aynim ham mana shu internet orqali bir narsa foydalanib qolsa, hatto shu foydam tegsin shunga deb gapiryapman. Rahmat og'aynim. Hozir hech narsa qilmayotganingda bitta ikkita odam ko'rib turibdi-da, hatto sen bir narsalar ijod qilish kerak, ijod. Artistman deb kinozalga borib kelavergandan to'g'ri, u rol o'ynash kerak artist. O'shanda u artist. Artistman kinozalga boryapti-da, tomoshabinlarning o'rniga o'tirib olsa. Bo'lmaydi-ku. U sahnaga chiqish kerak. Sahnaga chiqish kerak. Rol o'ynash kerak. Dizdimona, Otello'ni rollarini o'ynash kerak. Asanchi. Nima qilmayapsan? Sahnaga chiqyapsan-da, rollarni qo'yyapsan-da, o'zing chekkada o'tiribsan. Tomosha qilib o'zing ham. Seni kanalingda boshqacha chiqyapti. O'zing chiqqin, o'zingni basharang odamlar tanisin, doning mana. O'zi bitta chiqdi-da, 1,5 million odam ko'rdi. Bitta videosini. Bu degani 1,5 million odam o'shani ko'rdi. Mayli bir marta ko'rdi, o'tkazib yubordi. 10 marta ko'rsa, o'zi uni qarindosh bo'lib qoladi ular. Ko'raversin bitta odamni. O'sha fanatga aylanasan. Duolar qilishadi sana. Uni harakatini qilish kerak. Bundan daromad qilasan keyin, daromad. To'g'ri. Bo'pti, choy poyini hech harakatingni qil.